u nomardlar ham, ko'tlar ham o'sha joyini kesib oladi-da. O'sha joyini men bu voqeani nimadan boshlangani va nima bilan tugaganini kesmaydi. Nomardda bular mana begona profilga qo'yadi. Yo, haligini kommentga kirishga qo'rqib turaman-da. Chunki u odamlar butun jonli efirni ko'rmagan bo'ladi-ku, mavzu nimadan boshlandi, nima uchun Aziz buni yokida shu vaziyatni so'kiyapti yoki baqiryapti degan savolga javob yo'q. Ko'radi, sraz kiradi yozadi. Mana bu pidarozga chora ko'radigan yo'qmi? Bu soqoli kinligiga yetgan odam yoshlarni qanaqa yo'lga boshlayapti? Bunaqada vatanimizning kelajagi nima bo'ladi? Bu haromini ham olib chiqib turib shtrafga tortadigan odam bormi? deb yozadi har joyda. Voy, u kommentga kirsang, o'zing otib olgan kerak-da. Voy, bila, u kommentni o'qish va apasni yuragi yumshoq bo'lishi mumkin. Mashinchi bolachalar ko'tidan garjogiz ketmagan, mamutidan sut qotib qolgan hali so'katdi meni haliga begona profilda. Yo'limdan chiqib qoladi. Voy, bila, haligini o'qib o'lib qolmasliging 50 kelida. O'lib qolmasliging yuraging ushab, nohaqlikdan jalab 50 kelida o'lib qolmasliging. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling.